Assalomu alaykum. Bugungi kunga qadar Yoshlar ishlari agentligi tomonidan hududlar va tuman va shaharlarda shtablar tuzilib, respublikamizdagi 9452 ta mahallada yoshlar to'liq xatlovdan o'tkazildi va 9,2 million nafar yoshning yoshlar balansi yangitdan shakllantirildi. Yoshlarning individual muammosini hal qilish, qiziqishi va iqtidorini ro'yobga chiqarish bo'yicha Respublika komissiyasi va Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, yoshlarning muammo va takliflarini o'rganish, ularni hal etish maqsadida 208 ta tuman va shaharlarda mahalliy sektor rahbarlari tomonidan mahalladagi va xorijdagi yoshlar bilan 1432 ta uchrashuv o'tkazilib, uchrashuvlar davomida 27597 nafar yoshning 2743 ta muammo va taklifi tinglandi. Shulardan 1736 tasi joyida bartaraf etilib, 1007 tasi manzilli tadbirlar rejasiga kiritildi. Yoshlar orasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish maqsadida kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarda 28 ta jinoyat muhokamasi va sayyor sudlar o'tkazilib, 2200 nafar yosh jalb qilindi. Yoshlarni tadbirkorlik va biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etildi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida mahalla, sektor, tuman, shahar, hudud va respublika darajasida shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalariga ro'yxatdan o'tish boshlandi. Bundan tashqari, Shunqorlar harbiy vatanparvarlik Spartakiadasini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha hujjatlar loyihalari ishlab chiqildi. Yoshlar daftariga 27100 nafar yosh kiritilib, mahalla yettiligi tavsiyasiga asosida 7,7 ming nafar yoshga ijtimoiy iqtisodiy yordam ko'rsatildi. Jumladan 3847 nafar yoshga to'lov shartnoma, 896 nafar yoshga mehnat qurollari, 676 nafar yoshga tibbiy yordam uchun subsidiya ajratildi. 562 nafar yoshga ilm-fan, sport va madaniyat yo'nalishlarida o'qish xarajatlari qoplab berildi. Dehqonchilik qilish uchun 8900 nafar yoshga ishsiz mahalliy yoshga mahalla yettiligi tavsiyasi berildi va hamda 5,1 ming gektar unumdor yer maydoni elektron onlayn 2 ta auksion savdolariga chiqarildi. Shundan 827 nafar yosh tomonidan 483 gektar yer maydonlari yutib olindi va dehqonchilik ishlari boshlandi. Mahalladagi jinoyatga moyil bo'lgan 53,5 ming nafar yosh ro'yxati shakllantirilib, huquq tartibot va mudofaa organlariga otaliqqa biriktirish choralari ko'rilmoqda. Xorijiy tillar bo'yicha xalqaro imtihon tizimlaridan C1 darajasida sertifikatga ega bo'lgan 2317 nafar yoshga 5,1 milliard so'm imtihon xarajatlari to'liq qoplab berildi. Mahalladagi 9452 nafar yoshlar yetakchilarini o'qitish, malakasini doimiy oshirib borish, ularga metodik ko'mak ko'rsatish maqsadida yoshlar yetakchilarini qo'llab-quvvatlash markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. 5 tashabbus olimpiadasi 2025-yilgi mavsumiga start berildi va bugungi kunga qadar olimpiada doirasidagi tanlov va musobaqalarda ishtirok etish uchun 5,7 million nafar yosh ro'yxatdan o'tdi. Yoshlarni kitobxonlikka keng jalb etish maqsadida 3 yosh toifasida an'anaviy ravishda o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovlarining hududiy bosqichlari yakunlandi. Ta'kidlash lozim, tanlovning mahalla, sektor va tuman bosqichlarida 912 ming nafar yosh ishtirok etdi. Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi joriy yilning 24-31 mart kuni Andijon viloyati Marhamat tumanidagi yoshlar kutubxonasida o'tkaziladi. Joriy yilning 13-20 yanvar kunlari Andijon shahrida Universal sport majmuasida 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 6 ta yosh toifasida o'smirlar o'rtasida shaxmat bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Unda 840 nafar hududiy bosqich g'oliblari ishtirok etdi. Ta'kidlash lozim, hududiy bosqichlarda 3000 nafarga yaqin yosh shaxmatchi ishtirok etdi. Jizzax shahrida 8-12 yosh va Toshkent shahrida 14-18 yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionatlari hamda mukofot jamg'armasi 68,7 ming dollar bo'lgan Al-Beruniy 2-xalqaro turniri ham o'tkazildi.
Yil boshidan buyon mutolaa platformasi orqali kitobxonlar soni 291.700 nafarga, jami esa 1.726.000 nafarga. Ustoz AI platformasi orqali zamonaviy kasblarni o'rganuvchilar soni 112.000 nafarga, jami 412.000 nafar. Chess platformasi orqali shaxmatni o'rganuvchilar soni 64.000 nafarga, jami 406.000 nafarga oshdi. O'zbek milliy qahramoni obrazini yaratish, qadriyatlar, odob axloq qoidalari, vatanparvarlik g'oyalari, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan Bek va Lola animatsion multfilmlar brendi yaratilib, bugunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda 36 million marotaba ko'rildi. Ayni paytgacha sizlarga yetmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Navbatdagi brifinglarda uchrashguncha salomat bo'ling.